Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Mana olmani holati lider bo'lib tepaga nima qilingan, shakl bermagan. Mana bu pastki qismlardan shakl berib turib, mana bunaqangi meva berish kerak. Bu tepaga meva bergan kam bo'lgan. Mana shu shoxlarda mevasi bor. Ya'ni buni nito shakl berib mana bittasini sindirdik mana. Mevasi 3 tadan ekan kam. Ya'ni buni nima desak bo'ladi? Nito nima qilinib, abreska qilinib, ya'ni lider ona shoxlik novdani qo'ymagan ko'pini. Kam holatda qo'ygan. Bu o'zi ko'chat mana 2 yillik. Mana bunaqangi keyin yana bitta narsaki, olmani chikanka qilish, maydasini olib tashlaysiz. Mana bunaqangi mayda holatini olib tashlaysiz. Maydalarni mana kattalari yirik bo'lishi kerak. Keyin guliga qarshi folikel septik, lolasi qurtiga buni shakl berilmagan, kosa shakl, vaza shakli bo'ladi. O'shalar holatida nima qilinmagan. Mana barglari toza, olmada kasallik yo'q. Erta pishar olma bor bu yerda, o'rta pishari bor, kechki pishari bor. Navlari bor bu yerda. Golden ham bor, yana bir ikkita navlari bor. Hozir sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana yerda hozir ekranni yaqinlashtiraman. Ekranni yaqinlashtiramiz. Mana olmalari lekin kam hosil bergan. Faqat mevasiz shoxlari qo'yilgan, mevali shox kam qo'yilgan mana. Mana bunda bor mevali shoxda 2 donagina mana. 2 dona bor, tamom. Qolganlari mana bu yoqda mana tavakkal qilib kesilgan, kesilgan. Uni xatosini xudo xolasa bu yildan egasi aytayaptiki, kesib berasiz shakl qilib. Agar nasib qilgan bo'lsa, xudo xolasa inshaalloh o'ldirmasa, buni chiroyli qilib shakl beramiz. Mevali shoxlarni qo'yib turib, lider shoxlarni olib tashlaymiz. Bitta lider qo'yamiz, tamom. Qolgan yer atrofini lider shoxlarni, yana erkak shox novda deb aytsak, o'shalarni olib tashlaymiz. Bu maxsus taypayman bo'lganmi bo'lmagan bilmayman, lekin 2 yillik o'sib ketgan, 2 yillikdan ham ziyod, bu 3 yillik, 4 yillikmi bilmayman, o'sib ketgan. Mana hosildorligi pastroq. Hozir yana bir olmani ko'rsatamiz. Mana olsa takpaymat ekan, erta pishar olma, ya'ni mayska olma. Mana olma bu ham shakl noto'g'ri berilgan, lekin hosildorligi sal yaxshiroq. Mana olmalari mayska olma. Mana yerda o'rta pishar olma, bu ham mana hosili yaxshi, lekin shakli nito berilgan. Lekin bunisi maxsus taypayman ekan, 4 yillik, 3 yillik, 4 yillik bu hosil bergani. Bundan oldin hosil bermaganini bilmayman, chunki egasi o'zi biladi. Boqda egasini o'zi biladi. Mana mevani saqlab qoldik. Necha yildan beri deydi, olma yeganim yo'q, bir olma tukkanini ko'rganim ham yo'q dedi. Mana bunisi yaxshi nima, mana serhosillarroq ekan. Ular biz men o'zim chikanka qilib chiqdim. Mana bunaqangi mayda, mana bu yerda bo'lgan mayda chiqib ketdi. Shuni maydalarni olib tashladi.
Keyin mana bu yerda ham mayda bo'lsa, yetilmagani bo'lsa olib tashaladi. Chunki katta mevani yirik qildira olmaydi. Chunki oziqqa o'shanga ham ketadi. Hosil ko'p bo'lgandan keyin olmada bir tupda mingtacha 8 mingtadan oshiqroq bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni siyraklashtirib chiqish kerak. 200-300 grammgacha bitta olmani o'zi 300 grammgacha bo'lishi kerak. Mana bunga endi selitra bilan amofoz beriladi. Mana joy taglari bellanib tayyor bo'lingan. Mana bog'lar ham уже toza bo'lgan. Mana bu yerda shaftolilar ham bor. Silvalar ham bor mana. Shaftolilar. Mana shaftoli. Toza bo'lgan. O'zim tozalab chiqdim mana shu yerda. Ajoyibgina qilib. Bu вообще o't bosib ketib, ichida yurib bo'lmasdan holat bo'lib, xarob bo'lib qoluvdi. Salomat bo'linglar. Negativ bo'layotganlar, tushunmaydigan negativlar bo'lsa, kommentariya yozib o'tirmanglar, kirib o'tirmanglar. Salom bo'linglar, tashakkur.